Demak, mana birinchisi ko'ramiz. Funksiyalar nima bo'lsin? Mana bu y birinchi funksiya, mana bu y ikkinchi funksiya. Birinchi funksiyada ham baribir tenglamasi bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni k1 x plus b1. Y ikkinchi funksiya. Nimaga k1 b1 qo'ydim? Chunki sonlar bir-biridan nima qiladi bular? Farq qiladi. K2 x plus b2. Ana endi qaranglar, ikkalasi ham qaysi qo'l bilan urilyapti hozir bu chiziqlar? O'ng qo'l. Agar bunaqasiga chizsam, ikkalasi ham bir xil chap qo'l bilan uriladi. Demak, kalar bir-biriga mos ekanmi? Ya'ni bular bir xil burchakda og'ishi va parallel bo'lishi uchun K1 teng K2 bo'lishiga. Parallel dedimi, demak, bu funksiyani kas bilan mana bu funksiyani kas bir-biriga nima bo'lar ekan? Teng. Ya'ni bir xil burchakda og'ib nima qilib yuborishimiz kerak? Kesib yuborishimiz kerak. Kallar bu uchun nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Ana endi qaranglar. Keyingisi B1 bilan B2 ham bormi? Qaranglar-da. B1 teng bo'lishi mumkin B2 ga yoki B1 teng bo'lmasligi kerak nimaga? B2 ga. Ikki xil holat bor, to'g'rimi? Ana endi qaysi biri bo'ladi? K1 bilan K2 teng, B1 bilan B2 teng degan bu 100% bir xil degani. Funksiyani chizsam, qaranglar. Mana bu ham u bilan ustma-ust tushib qoladi. Ya'ni ikkita chiziq ustma-ust bo'lsa, ular nimada ko'rinadi? Bittada ko'rinadimi? Tushunlaringiz? Demak, ana endi qaranglar. K1 bilan mana bunaqa shart bajarilsa, ular ustma-ust tushadi. Ustma-ust. Lekin demak, parallel bo'lishi nima bo'lishi kerak ekan? K1 teng K2, B1 teng emas, B2. Ular nima bo'ladi? Parallel bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Tushunlaringizmi? Tak, ana endi qachon funksiya ustma-ust tushadi desak, K1 teng K2, B1 teng B2. Qachon ular parallel bo'ladi desa, K1 teng K2, B1 teng emas, B2 deymiz. Parallel dedimi yoki ustma-ust dedimi, sirasi nima qilamiz? Ko'ramiz. Tushunarli bo'ldi? Demak, ana endi ikkinchisi. O'zaro kesishadi. Funksiyalar nima qiladi? Funksiyalar kesishadi. Tushunarli? Funksiyalar kesishadi dedimmi? Qaranglar. Demak, mana bu bitta funksiya, mana bu ikkinchi funksiya. Ixtiyoriy kesish. Aynan orasidagi burchak nimada tutmagan? Nazarda tutmang. Ular kesishgan joy qaranglar-da. Bitta nuqtami? Bu bitta nuqta ikkalasiga ham tegishlimi? Ya'ni mana qizildagini y desam, ko'kdagi ham y bo'ladimi? Ya'ni y'lar bir-biriga nima ekan? Y bir barobar K1 x plus B1 x plus B2. Kesishadi degan shartni aytdimi? Demak, y1 teng nima bo'lar ekan? Y. Tushunarli bo'ldi? Y1 bilan y2 tenglagandan keyin nima hosil bo'ladi? Oddiy tenglama. Tushunarli bo'ldi? Gap oddiy nima hosil bo'lar ekan? Tenglama. Uni ishlash qiyin emas. X topamiz, xuddiki tenglamalar nimasi bo'lib qoladi? Sistemasi. Tushunarli bo'ldi? Xohlasam x topib olaman, xohlasam nima topaman? Y. Uni qayerdan kelib chiqadi bu? Uni ishlashi yoki nimani topish kerakligi shartidan. Tushunarli bo'ldi? Yoki uchinchisi. Funksiyalar o'zaro tik yoki nima? Perpendikular. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar. Bular aynan necha gradus degan? Ular orasidagi burchak. Ana endi qaranglar, mana bu y1. Mana bu yerga qo'yay, y1, y2. Y1, y2. Qaranglar-da, bittasini kasi bunaqasiga o'tyapti. Nima hisoblanadi? Musbat. Ikkinchisini kasi bunaqasiga o'tyapti. Manfi. Demak, qaranglar, bittasi musbat, bittasi manfi bo'lsa, ko'paytmasi nima bo'ladi? Minusmi? Ana endi qaranglar-da, tak 90 gradus, ha? Sinus 90 gradus nechiga teng misol uchun? 1 ga teng, ha? Qaranglar ana endi. Tak, ya'ni mana bu yerda ya'ni y1 barobar K1 x plus B1, y2 barobar K2 x plus B2 deylik. K1 bilan K2 burchak kasiylarmi? Agar mana shu K1 ni K2 ga ko'paytirdimmi, javob nima chiqadi? Minus 1. Demak, qachon bular o'zaro perpendikulyar bo'lar ekan? Buning K1 ga, buning K2 sini ko'paytirsam, natija minus 1 chiqsa, bular nima bo'ladi? O'zaro tik
yoki o'zaro tik dedi yoki perpendikulyar dedimi? Bularning ko'paytmasi nimaga teng? -1 ga teng. Demak, mana shu shartda masala beryaptimi, misol beryaptimi? Mana bundan nima qilsak bo'ladi? Foydalansak bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti. Buni ham misollardan ko'rib chiqib nima qilsak bo'lar ekan? O'rganib olsak bo'ladi. Hamma tushundimi? Kim tushunmadi?